Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Tutki barli qarindoshlar, Allohning salimi mag'firati barakat olsun. Qarindoshlar, yana cho'ng gunohlar darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimiz 15-cho'ng gunoh, jang maydonini tashlab ketish. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu haqda Alloh taolo sura Anfalning 16-oyatida mundaq deydi. Kimki qayta urushish yoki yordam tilash uchun musulmonlar jamoasiga qo'shilish maqsadida bir tarafga yo'tkilish qilmasdan, balki dushmanga orqasini qiladigan, ya'ni qochadigan, u haqiqatan Allohning g'azabiga uchraydi. Uning joyi do'zax bo'ladi. Do'zax nima degan yomon joy. Mana bu hadisda jang maydonidan, ya'ni jihad maydonidan o'ziniki musulmon qarindoshlarini tashlab qochsa yoki bo'lmasa dushman tarafga o'tib ketsa va do'zax kirdiganligi aniq bayon qilyapti. Bu yer tashlab qochsa degan gap albatta o'ziniki uy makoni yutib bo'lgan yoki o'zi kelgan tarafga qochadi. Qanday bo'lsin, shu jang maydonini tashlab qochadi ekan, urushdan qo'rqib, u do'zax kirdi. Alloh taolo aniq bu yerda bayon qilyapti. Ona gap ketmaydi. Mayli kim bo'lishidan qat'iy nazar andaqdi deb gap yo'rg'ilasa, u bekor quruq gap. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam halok qilguvchi 7 gunohdan saqlaninglar deganda sahobalar ey Allohning payg'ambari, ular qaysilar deb so'ragan. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Allohga sherik keltirish, sehrgarlik qilish, Alloh nahaq o'ltirishni harom qilgan odamni o'ltirish, jazoni va o'sim yeyish, yetimning melini yeyish, jang maydonidan qochish, ishbatlik va ayollik mo'min ayollarga qarchoqlash qatorliqlar deb javob bergan. İmam Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadis. Mana bu yerda aniq qilib davatidi. O'sha 7 amalning saqlanish tegishli 7 amalning ichida jang maydonidan qochishmi bor. Bularning hammasi cho'ng gunohlar. Cho'ng gunohlardan saqlanishimiz kerak. Cho'ng gunohdan saqlanmasak, qiyomat kuni boradigan yerimiz do'zax bo'lib qoladi qarindoshlar. İbn Abbas radhiyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Agar sizlarda chidamliq 20 odam bo'ladigan bo'lsa, dushmandan 200 ni yengalaydi. Sura Anfal 65-oyat. Mana bu oyat nozil bo'lganda Alloh taolo 20 kishilik musulmon qo'shinining 200 kishilik dushman qo'shini bilan uchrashgandimi qochmasligini farz qilgan edi. Keyin endi sizlarning yukinglarni yengillatdi, sizlarning ojizliklaringizni bildi. Agar sizlarda chidamliq 100 odam bo'ladigan bo'lsa, 200 dushmanni yengalaydi. Agar sizlarda chidamliq 1000 odam bo'lgan bo'lsa, Allohning izni bilan 2000 dushmanni yengalaydi. Alloh chidamliqlar bilan billidir degan oyat nozil bo'ldi. Ya'ni sura Anfalning 66-oyati nozil bo'ldi. Shuning bilan 100 kishilik musulmon qo'shinining 200 kishilik dushman qo'shinidan qochmasligi farz qilindi dedi Imom Buxoriy, Imom Muslim, Imom Buxoriy rivoyat qilgan sahih hadis. Mana buni bilan qarindoshlar jang maydonidan qochishninki, ya'ni jang maydonida dushmanga orqasini qilishning og'ir gunohlari bayon qilinadi. Shunga qarindoshlar vatanimizningki mustaqilligi, ozodligi uchun jangga kirib qolsak, o'qdan yoki Xitoyning ko'pligidan qo'rqib, kaynimizga qochsak, boradigan yerimiz do'zax bo'lib qoladi.